do'stlar, men Afg'onistondaman. Ha, bu juda ham norealdek ko'rinishi mumkin, lekin ayollar uchun eng xavfli davlatga kelish men uchun oson bo'lmadi. Sizlarga Afg'onistonni shu paytgacha hech qaysi bloger ko'rsatmagan tomonlarini boricha o'z holicha hech qanday bo'yoqlarsiz ko'rsatishga harakat qilaman. Men bilan qoling, obuna bo'lishni unutmang. Afg'oniston O'zbekistonning janubiy chegaradosh davlati. Bizga qo'shni bo'lsa-da, u haqida juda kam ma'lumot bilamiz. Chunki bu davlat bir necha 10 yil davomida urush o'chog'iga aylangan. Afg'oniston haqida butun dunyo eshitgan, ammo har kim ham yurak yutib bora olmaydi. Mana shu jihat ham uni jozibador qilib turadi. O'zbekistondan birinchi ayol bloger sifatida sizga Afg'onistonni boricha ko'rsatishni maqsad qildim. Demak, boshladik. Afg'onistonga borish uchun menda ikkita yo'l bor edi. Birinchisi Toshkent-Kobul yo'nalishida samolyotga chiqish va ikkinchisi Toshkent-Termiz yo'nalishida taksida yoki samolyotda ketib, Termizdan Hayraton ko'prigidan o'tib ketish edi. Birinchi variant menda umuman ishlamasdi, chunki elchixonadagilar, konsullikdagi tanishlarimdan so'rab ko'rganimda, birinchi marta afg'on vizasini olganlar $300 ga bilet olsangiz, qancha dollarga bilet olsangiz ham birinchi marta olganingiz uchun sizni samolyotga chiqarishmaydi degan gapni aytishdi. Bunaqa qimmat tavakkal qilishni istamadim va Toshkent-Termiz yo'nalishida taksida kechasi yo'lga chiqishga majbur bo'ldim. Juda uzoq mashaqqatli yo'ldan keyin ertalab Termizga yetib bordim va konsullikdan o'zimning hujjatlarim, viza olish uchun hujjatlarimni topshirdim. Va meni oldinda juda ham katta sarguzashtlar kutib turgan edi. Men bundan bexabar holatda viza uchun harakat qilib yurgandim. Hozir men Termizdagi afg'on konsulligidaman. Bu konsullikda hozir ertalabdan soat 10 larda keldim. 12 gacha qabul qilishadi hujjatlarni. Hujjatlarim hammasini topshirdim. Bitta joy bor, mana bu yerda kompyuterxona deyishadi. Shu joyga borib hujjatlaringizni to'ldirishingiz kerak. Siz afg'on elchixonasiga pasportingiz bilan birinchi kirasiz. Kirganingizdan keyin sizga qanaqa hujjatlar kerakligini aytishadi. Agar siz turistik maqsadda borayotgan bo'lsangiz, turistik gid u sizni u yerda kutib oladigan bo'lsa, u sizga taklif xatini, ya'ni taklifnomani jo'natish kerak. O'sha taklifnomani olib borasiz, hujjatlarni olib borasiz, o'zingiz hujjatlaringizni olib borasiz. Xatoliklari bo'lsa, mana shu joyda xatoliklari bor va siz o'zingiz bitta blanka to'ldirishingiz kerak. Afg'on konsulligi, afg'on elchixonasining o'zining rasmiy saytida o'sha konsullikni o'sha formasi bor. Formasini to'ldirasiz. Formasini to'ldirganingizdan keyin siz hujjatlaringizni yana qayta olib borasiz. Ular tekshirishadi. Hujjatlarni qayerda to'ldirish kerak? Hujjatlarni o'zi elchixona ichida to'ldirilishi kerak, lekin elchixona ichida emas, elchixonadan sal o'tganingizdan keyin kompyuter xizmatlari degan joy bor. O'sha joyda dari tilida, ya'ni afg'onlarning o'zlarining tili bor, dari tili. O'sha tilda to'ldirib berishadi. 130 ming olishadi. Bu o'rtacha $10 dan sal ko'proq. Va undan keyin sizni hujjatlaringizni olib borganingizdan keyin soat 12 gacha ulgurishingiz kerak. 12 gacha hujjatlaringizni olib borganingizdan keyin ko'rishadi. Xatoliklari bo'lmasa, sizga kvitansiya berishadi to'lov qilish uchun. Milliy bankka borib kelishingiz kerak. Milliy bank bu shaharni tasavvur qilishingiz uchun narigi tomoni 5-6 kilometr o'rtasida, konsullik bilan bankning o'rtasida. Va u yerda to'lov qilasiz. To'lov qilgan to'lov $61. Turistik viza bo'lsa, $61 ni to'lov qilganingizdan so'ng qaytib kelasiz va ularga yana topshirasiz. Soat 4 gacha sizni vizangiz javobi chiqadi va undan oldin ham chiqishi mumkin. Eng uzog'i 4 gacha. 2 hours later. Mana hozir men Afg'onistonga hali ham keta olganim yo'q. Ertalab kelgandim. 4:30 bo'ldi mana. 7-noyabr 4:30 bo'ldi. Biza soat 4 gacha vizamizni olishimiz kerak edi, lekin vizamizni hali ola olganimiz yo'q. Viza topshiradigan, beradigan odamni bitta xizmat bilan ishga chaqirishgan ekan boshqa joyga. O'shaning uchun hozir kutib turibmiz. Boshqa odamlar ham mana kutib turishibdi. Men hozir o'ylantirayotgan narsa, o'zbeklar, mana chet elliklar kelib mana shu joydan viza olib ketishar ekan, lekin o'zbeklarga chegarani bosib o'tish, kesib o'tish mumkin emas ekan, Afg'onistonga kira olmas ekan. Ya'ni chegara bor u yerda, Hayraton chegarasi, faqat Afg'oniston bilan O'zbekistonni bog'laydigan bitta chegara bor, Hayraton ko'prigi. O'sha tarafdan o'tish mumkin emas ekan. Qaytib kelsangiz, o'zbek bo'lib qaytib kelsangiz sizga mumkin, lekin siz o'zbek bo'lib, vizangiz bor, hamma narsangiz bor, taklifnomangiz bor, u yerda turistik kompaniyasi taklif qilyapti. Shunda ham baribir siz o'ta olmas ekansiz, lekin chet elliklar kelsa, ular bemalol o'tar ekan. Bitta variant ham bor, Tojikiston tarafdan o'tishingiz mumkin deyshti, lekin uni yo'li juda ham og'ir, juda ham uzoq dedi, $100 ekan borish, o'sha chegaradan Hayratondan u yoqqacha borish $100 deb aytayapti. Xullas, juda ham qiyin vaziyat bo'lyapti. Men umidsizlikka ham tushib qoldim, to'g'risi. Men tavakkal qilib Hayraton ko'prigiga, o'sha tarafga bormoqchiman. Hamma turistlar kabi hozir vizamni olamanda, u yerga borib vaziyatni tushuntiraman. Meni gidim o'sha joyda kutib turibdi, yo'l boshlovchim.
Xavotirlanma, o'tkazamiz deb aytdi, lekin ko'ramiz, bilmadim. Bu juda ham ellik narsa. Agar o'tolmasam shu bilan O'zbekistonga qolib ketaman. Afg'onistonga chiqa olmayman. Bu vizani tayyorlatgan paytimda bir yaxshi xabar chiqdi. Endilikda vizangiz bo'lsa, Termizdagi Xayriton ko'prigi chegarasidan Afg'onistonga o'tishingiz mumkin. Ilgari bu tartib faqat yuk mashinalari uchun amal qilardi. Bu yangilik qanchadan qancha odamlarni sarsongarchilikdan ozod qilishini tasavvur qila olasizmi? Buni tojik chegarasidan o'tishga majbur bo'lganlargina his qila oladi. Ular orasida men ham borman. O'rtoqlar, menga va nihoyat viza berishdi. Mana bunaqa bo'lar ekan. Soat 4 gacha berish kerak edi. Soat 5:30 bo'ldi. 5:30 bo'ldi va 5:30da biz hozir Xayriton chegarasiga qarab ketmoqchimiz. Ko'ramiz endi. Bu yog'i meni peshinamga yozilgan. Agar men peshinamga yozilgan bo'lsa, Afg'onistonga boraman. Bo'lmasam uyimga qaytib kelaman. Mana hozir Termizdan chiqib, Gulbahor deb nomlangan chegara zonasiga, chegara hududiga qarab ketyapmiz. Gulbahor qishlog'i joylashgan. Termizdan tashqariga chiqqaningizda bir tomoni o'sha chegaraning o'rtasida joylashgan qishloq va chegara nomi ham xuddi shunaqa Gulbahor deb nomlanadi. Hozircha yo'llar yaxshi, Yandex karta bilan ketyapmiz. O'rtacha 4 soatni ko'rsatyapti. 200 kilometrga yaqin yo'lni. Endi ko'ramiz, balkim bundan ham ertaroq yoki bundan ham kechroq yetib borishimiz mumkin. Hozircha yo'limiz yaxshi, davom etamiz. Mana va nihoyat 2 soatdan ham ko'proq, menimcha 2,5 soat Tojikiston chegarasida qolib ketdik. O'shandan keyin mana biz Tojikistondan o'tyapmiz. Tojikiston hududidamiz hozir biza. Mana ko'rishingiz mumkin. Cho'l va yo'ldan iborat boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Navigator ko'rsatyapti. Qaranglar. 173 kilometr yuramiz, soat 3 da yetib borasan deyapti. 3 soat haqiqatan juda ham uzoq, yo'llari notekis deb aytishdi. Ko'ramiz endi, eng ko'p vaqtni olgan bu chegaradan o'tish. Hali ham bizning navigatsiyamiz bor, offline ishlayapti. Yana qancha vaqt ko'rsatyapti? 109 kilometr ko'rsatyapti. 14:54 da yetib borar ekanman 2 soatda. Soat 13:05. Bilasizmi, va nihoyat qiynalib, 2 kun ichida yetib bordim. Juda ham qiynaldim yetib olishga. Tojikiston chegarasi men o'ylaganimdan-da ko'ra ko'proq uzoqroq ekan va qo'rquvlarim bor edi. Endi kirib borganimda meni Afg'oniston chegarasida ro'molimni o'rab kirib boryapman. Tolibonlarni o'zimni ko'zim bilan живой, ya'ni jonli ko'ryapman. Qanaqadir televizorda emas yoki bo'lmasam ekranda emas, o'zim jonli ko'ryaman. Qo'llarim qaltirashni boshlayapti va meni gid Shershah kutib olgandan keyin sal o'zimga kelishni boshladim. Xuddiki hozir Tolibonlar oldimga keladi, meni zo'rlashni boshlaydi degan qo'rquv ham bor edi miyamda. Tolibonlar hujjatlarimni tekshirishda hech qanaqa muammo bo'lmadi. Meni kutib olgan gid shu chegaradan meni olib o'tdi va biz Tojikiston va Afg'oniston chegarasidan Sherxon Bandar deb nomlangan chegaradan o'tib oldik. Qunduz shahrida joylashgan ushbu chegara Mozori Sharifdan juda ham uzoqlikda joylashgan. Qiynalib yetib olgani haqida sizlar juda ham xabaringlar bor va Qunduz shahridan biz Kobul shahriga qarab yo'l oldik. Bizni juda ham mashaqqatli yo'l kutib turar edi. Afg'oniston bo'ylab safarimiz boshlandi. Biz hozir Qunduz shahriga qarab ketyapmiz. Bu Qunduz viloyati hisoblanadi. Hozir Qunduz viloyatidamiz. Qunduz shahrini o'zigacha 1 soat yo'l yurar ekanmiz. Mana sizlarga yo'llarni ham ko'rsataman. Mana yo'llar boyagi yo'llardan deyarli farq qilmaydi. Bu o'ziga xos. Mayli. Ketdik. Xullas ochiq dala bu yerda. Burqa o'rab olishgan ayollar. Do you guys have this in Uzbekistan? No, we don't. Not even in the villages side? No. Bu mahalliy bozor ekan. Mana qaranglar, qanaqa joy. Rikshalar bor bu yerda. Rikshalar ko'rganmisiz? Xuddi Hindistonga o'xshagan rikshalar bor ekan. Vau, dahshat. Qaranglar mana mahalliy bozorlari. Zo'ra. Men Matiz'ni ko'rganday bo'ldim. Mana ayollar ham yurishibdi, faqat burqada yurishibdi, o'rtoqlar. Mana bu rikshaga qaranglar. Do you guys have this in Uzbekistan? No, we don't have any. Like Zaranja. Zaranja. Zaranja, yes. I saw that it's rickshaw.
Like it's in a rickshaw, but India. we call it zaranja. Yani the passengers they sit in the back of it. Mana biz benzin shoxobchasiga keldik. O'ylaganmidinglar Afg'onistonda shunaqa joy borligini qaranglar. Gaz benzin quyish shoxobchasi mana shunaqa ekan. Mana bunaqa joy. Mana super deb yozilgan. Super dizel petrol deb yozilgan. 12,000 so'mdan qimmatroq ekan, ya'ni $1.30 deb aytdi. Mana oddiygina joy, hattoki juda ham zamonaviy desa ham bo'ladi, o'rtoqlar. Men to'g'risi kutmagandim bunaqa zamonaviy joy bo'lishini va odatdagidek afg'onlar menga qarab turibdi. O'rtoqlar, biz Qunduz shahrini markaziga qarab yaqinlashib kelyapmiz. Hozir ish vaqti tugaganligi uchun odamlar juda ham ko'p ekan. To'g'risi men mashinada yurib ketyapmiz. Bu narsa haqiqiymi yoki yo'q, shu haqida juda ham ko'p o'ylayapman. Chunki hozir nima deydi? Bilmadim, men hozir ertakka tushib qolgandek his qilaman. To'g'ri, Afg'oniston ertak shahar emas, ertak joy emas, orzu qiladigan joy emas, lekin hamma narsani siz o'zingiz haqiqiy ko'zlaringiz bilan ko'ryapsiz-ku. Bu boshqacha darajada. Mana bu joyni ko'rsanglar, o'zlaring bilasizlar, masalan, hammasi haqiqiy. Hozir mana ish vaqti tugabdi. Ish vaqti tugagan odamlar ishdan qaytib kelishyapti, lekin bu yerda hech qanaqa svetoforlarni, hech narsani ko'ra olmaysiz. Changni ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Qanaqa chang? Suv oqyapti bu yerda, lekin shunda ham juda ham chang. Bu qurilish materiallar sotadigan joy ekan. Qurilish bo'lyapti deb o'ylayapman, yo'q, unaqa emas. Bu yerda esa gilam yuvishyapti. Gilam yuvayotgan joyda albatta moyka bor. Moykaning yonida gilam yuvadigan joy bor. Biz hozir ovqatlanadigan joyga keldik. Yo'lda to'xtadik. Uzoq yo'l. 2 soat yurdik mashinada. Mana shunaqa alohida kabinalarga kiriladi. Shu joyga kirdik. Pastda erkaklar bor edi va biz tepada o'tirishimiz kerak bo'ldi, chunki bu yerda bemalol o'tirsa bo'ladi. Pastda erkaklar bo'lgan uchun. Qontaxtlarda o'tirib ovqatlanasiz. O'zi 2 xil ovqati bor ekan. Kobul pulov bilan kabob bor ekan va men palov aytdim. Kobulning mashhur palovidan yeb ko'rmoqchiman. Oyog'ingizni yechib kirasiz bu yerga. Bu yerda bemalol mana oyoqni yuvib kirishyapti. Bu yerda esa mana qo'lni yuvsa bo'ladi. Menga bunaqa shampun olib kelib berishdi. Shampun deyshar ekan, ya'ni suyuq sovunli shampun deyshadi. Men ishlatganim yo'q, chunki kecha olib kelib berishdi. Mana 2-qavatga biz ko'tarildik. Bu yerda mana shaharning markazida biz turibmiz. Hozir mana bizga ovqat olib kelishyapti. Non olib kelyapti. Birinchi bo'lib. Mana bu yerga biz kiramiz. Mana non olib kirishyapti. Ketdik. Qani yeb ko'ramiz endi. Qanaqa ovqat ekan deb. O'zimizning nonga o'xshaydi. Mana bunaqa non. Konfetlar ham bor ekan. Mana bu yerda esa qattiq adashmasam, buni nimaligini bilmadim. Bu salat bo'lsa kerak. Karam, keyin laym. Mana ovqat olib kelishyapti. Mana kabob. O'zi kabob shunaqa bo'ladi, kichkinagina bo'ladi. Buni ham albatta tatib ko'ramiz. Bu yerda mana Kobul pulov degani bor. Bu juda ham mashhur. Aynan Afg'onistonda mana shu kelganingizdan keyin shunaqa palov yeb ko'rishingiz kerak. Lekin mana bunaqa kichkinagina kabobchalari ham bor. Kaboblarni yeb ko'raman, sizlarga ko'rsataman. Ta'mi yaxshi, ancha yumshoq. Bizning qiyma go'shtimizga juda ham o'xshab ketar ekan. Men qattiqroq bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Bu endi qiyma emas. Bu kuskavoy deymiz biz, shunaqa. Keyin ta'mi qanaqadir boshqacha va sho'rtakkina bo'lar ekan. Sho'rtakkina ta'mda yaxshi ko'radiganlar albatta buni yeb ko'ringlar. Lekin buni hajmiga e'tibor beringlar, juda ham kichkina bo'ladi. Atigi 3 tagina kichkinagina go'shtchani shuni qo'yib qo'yishgan va bu narsani kabob deb aytishyapti. Bilmadim. Menimcha yaxshi ko'radigan odamlar shuni yeb ko'rsa bo'ladi. Va albatta palovi bor. Mana bu Kobulli palov. Buni yeb ko'raman. Shakar qo'shganga o'xshab ketadi. Shirin ta'mi. Va men mana bu yerda lavlagi nimadirda bu narsani nomini eslay olmadim. Qo'shib yeyishar ekan. Buni mana shu oshga qo'shib yeysiz. Achitchuk yeymiz-ku, bu shunga o'xshab ketadi. Lekin menga ikkalasining kombinatsiyasi yoqmadi. Men bu bilan birga yeb ko'rish kerak. Karam salat bilan birga.
Agar mana bu layimni ustiga ham bunaqa qilib qo'shsangiz, bu juda ham shirin bo'ladi. Bu boshqacha ta'm. Bu вообще super zo'r ta'm. Ko'k choyni ham rosa maqtashyapti. Ichib ko'ramiz buni. Bu boshqacha ta'm ekan. Bu oddiy ko'k choy emas ekan. Bu achchiqroq ta'm ekan. Kuchliroq ekan ta'm buni. O'rtoqlar, hozir soat 11 bo'ldi va men yo'ldaman. Biz Kobul tomonga qarab ketyapmiz va hozir juda ham tarixiy joyga keldik. Bu tunnel juda ham tarixiy tunnel ekan. Afg'onistondagi Salang tunneli dunyodagi eng baland va xavfli tog' yo'llaridan biri hisoblanadi. U Hindikush tog'lari orqali o'tib, mamlakat shimolini poytaxt Kobul bilan bog'laydi. Ushbu ulkan inshoot 1964-yilda sovet muhandislari tomonidan qurib bitkazilgan. Tunnel ochilishi bilan tog'lar orasidagi bir necha kunlik yo'l bir necha soatga qisqargan. Sovet-afg'on urushi yillarida bu yo'l eng muhim strategik nuqtaga aylangan. SR o'zining barcha tanklari, qurollari va oziq-ovqat karvonlarini aynan shu tunnel orqali tashigan. Keyinchalik ichki urushlar davrida tunnel dushmanlar o'tolmasligi uchun portlatib yuborilgan. Yillar davomida u yaroqsiz holatda qolib ketgan edi. Faqat 2002-yilga kelibgina Salang tunneli qayta tiklandi va transport uchun ochildi. Uzoq vaqt davomida uning ahvoli juda yomon bo'lgan. Ichkarida na chiroq, na ventilyatsiya ishlagan. Ammo 2023-yil oxirida u yerda katta ta'mirlash ishlari yakunlandi, yo'llar tekislandi va yangi chiroqlar o'rnatildi. Bugungi kunda Salang Afg'oniston iqtisodiyotini ushlab turgan asosiy savdo yo'li bo'lib xizmat qilmoqda. Shunchaki buzib yuborishmagan. Buni qayta ta'mirlab, odamlarni o'tishi uchun yaxshi, ya'ni qulay maskanga, qulay yo'lga aylantirishgan va hozirda odamlarning yo'li ancha qisqargan, yo'ldagi o'tadigan vaqt ancha qisqargan. O'rtoqlar, qaranglar, mana shuncha changda yo'llar ko'rinmayapti umuman. Hammasi chang. Hech narsa ko'rinmayapti. Oldidagi mashina ham ko'rinmayapti. Bu yo'l asfalt qilinmagan yo'l ekan, o'shaning uchun juda ham chang. Xudo, nafas olish juda ham qiyinlashib ketyapti. Burnimdan nafas olish qiyinlashayotgan sezyapman. Va albatta nimaga bu remont qilinmagan deyishlar mumkin. Qurilish ishlari ketyapti deb aytdi. Juda ham ko'p. Menimcha bu joyni hali beri remont qilishmasa ham kerak. Chunki juda ham ko'p mashinalar bu yerdan o'tadi, katta mashinalar. Furlar o'tadi, shuning uchun ham remont qilishmasa kerak. Chunki baribir ham yomon qilishadi. Mana ertalabki 3 men endigina yetib keldim. Shunaqa uyqum kelyapti. Yuzimdan xuddi kimdir meni urganga o'xshaydi, lekin men shunaqa holatdaman. Juda ham charchaganman. Xonani bitta obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Charchagan bo'lishimga qaramasdan. Mana xonani o'ziga kiramiz. O'rtacha xona, juda ham zo'r emas. Endi Afg'onistonda qanaqa xona kutgan edim? Yo'q, albatta. Mana bu yerda sochiq berilgan, sochiq, sovun, shampun. Men shampun sovunlarni olgandim o'zim bilan. Mabodo bo'lmaydi deb bumaga. Mana nimadir ichish uchun suv yo'q, lekin bu yerda xo'p, o'zim bilan suv olgandim. Hali ham olyapman. Bu yerda mana televizor ham bor. Markaziy isitish sistemasi yo'q. Mana bu yerda ishlamaydi, отопление ishlamaydi, isitish quvvati ishlamaydi. Mana bu yerda esa juda ham katta bir anaqa bor ekan, konditsioner. Boshqacha konditsioner, to'g'risini tushunmadim. Gri degan brend. Hozir yoqib qo'ydik. Xona sovuq ekan, yetarlicha sovuq xona. Lekin bo'ladi. Vannani ko'rsataman, faqat qo'rqib ketmanglar. Mana bunaqa tualet, chunki aytdi menga, bizda tualet bunaqa European tualet emas, mana shunaqa tualet bo'ladi deb. Bu yerda Ariston mana. Bu yerda esa hech narsa yo'q. Boyagi sovunlarni, boyagi sochiqni mana shu joyda olib ishlatasiz. Bitta sochiq bor ekan atigi. Hamma narsa uchun bitta sochiq. Men bu yerda ishlatilgan sovun ko'rib shunaqa qo'rqib ketdim. Qaranglar, yana bitta narsa. Joyni tejash uchun men bitta dush. Qaranglar, prям mana shu joyda o'zida dush. Oh my god, qanaqa qilib shu joyda o'zi dushdan foydalanish mumkin? Kulgim, yig'lagim kelyapti. Men bitta suv bemalol tegadi. Qachon tozalaysan buni? Yo'q. Men bu menimcha suvda haydaydigan bo'lsa kerak, tish vabrasi. Xo'p, mayli, menga to'zim bersin o'rtoqlar. Muhimi eson-omon video olib, eson-omon uyimga qaytib olay. Bugunga xayr, bugungi kunim tugadi. Endi ertaga
Afg'onistonga ayol kishi sifatida kelish juda ham qiyin. Shuning uchun men riskka borish xohlamadim va mayli bir o'zim sayohat qilsam ham, lekin yonimda bitta turistik gid bo'lsin deb aytdim. Yo'l boshlovchi bo'lish kerak va mana hozir Shershoh ismli yo'l boshlovchim turistik gid, ko'p yillik tajribasi bor. Yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'pchilik insonlarni, turistlarni, sayohatchilarni qabul qilgan va o'zi bilan birgalikda bir chiroyli o'sha shaharni chiroyli joylarini, o'ziga xosliklarini ko'rsata olgan, tarixni ham juda yaxshi biladi, joylarning tarixini haqida ham ko'proq ma'lumotlar bera oladi. Agar sizlarga ham turistik gidni xizmati kerak bo'lsa, albatta shu insonga bog'lanishinglarni tavsiya qilaman. Rostdan men juda ham vaqtim, kontent olishlarim ancha yengillashyapti. Menga juda ham katta yordam beryapti. Chunki baribir ham bironta joyga borsangiz mahalliy odam bo'lishi juda ham muhim, agar siz tilni bilmasangiz. Albatta raqamlarini mana izohlarda qoldirib ketaman. Izohlarda emas, aynan bu insonni, ya'ni gidni raqamini mana shu joyda unga bog'lanishingiz mumkin. WhatsApp orqali juda ham tez javob beradi. O'rtoqlar, mana bizning ikkinchi kunimiz boshlandi va biz hozir Kobuldamiz. Biz hozir kiyim olishga ketyapmiz. Odatiy Kobul hayoti hammasini o'zimda ko'zlarim bilan ko'ryapman. Men bu jiyda bo'lsa kerak. O'rtoqlar, bu jiydami? Ha, bu jiyda ekan. Afg'on ayollari ham bemalol yuzlarini ochib yurishibdi. Magazinlarda normalniy narsalar bor ekan. Men kutmagandim to'g'risi bunaqa bo'lishini. Pul almashtiradigan joy, o'rtoqlar. Bu yerda mana yen almashtirsa bo'ladi. Mana bu qirg'iz so'mi ham bor ekan. O'zbek so'mi yo'q, lekin lira bor ekan, Xitoyni yuani bor ekan, Eron pul birligi riyol. Bu yerda esa mana lira bor. Bu nima? Bu qaysi banknoti? Aytib beringlar. Bu Xitoyniki. Bu Afg'onniki. Ayollar yuribdi, yuzini ochib. Bu kattagina mol ekan. Qaranglar, hamma mahsulotlar bor. Bu yerda Yevropa kiyimlari ham bemalol sotiladi. Bu ko'ylaklar o'ziga xos bir ajoyib ekan. Kamalak rangda yurishni xohlaydiganlar, yorqin rangda yurishni xohlaydiganlar mana shu ko'ylaklarni tanlasa bo'lar ekan, lekin to'g'risi menga bunaqa ranglar unchalik yoqmaydi. Sizlarga balkim yorqin ranglar yoqar. Mana bu ko'ylaklar mana to'yga kiyiladigan sarpa ko'ylaklar bular. Mana shunisi menga yoqdi. $27 ekan. $27. Tanladim ikkita kiyim. Pastdagi tepaga tualetga olib boryapti. Shu tualetda kiyimimni almashtiraman. Tualetda men kiyimimni almashtiraman hozir. Va menga to'g'ri kelsa, menga to'g'rilab berishadi kiyimni. Chunki ularning maxsus xonasi yo'q ekan, o'rtoqlar. Xo'p, nima qilamiz? Kiyim almashtiramiz, boshqa ilojimiz yo'q shu yerda. Men kiyimimni o'lchab ko'rishda uzun ekan. O'zi odatda ayollar mana shu kiyim olib ketishar ekanda, uyda tikib olar ekan. Qaysi nima deydi, shu razmer to'g'ri kelsa kelmasa, kiyinadigan bu yerda joy ham yo'q ekan. O'zi umuman olganda ayollar bu yerga kelib kiyinib ko'rishi noodatiy, biz uchun g'alati bo'lyapti. Noqulay o'zimni his qilyapman. Ming bor uzr deb gid ham mendan uzr so'radi. Endi mayli, bo'ladi bunaqa narsa. O'lchamimni olayotganda endi o'lchamimni olish kerak edi. Keyin yo'q, o'zing o'lchamini olgin deyapti. U sotuvchi mayli o'lchamni olib beraman deyapti. Yo'q deyapti, sotuv. Men bemalol olavering o'lchamimni deyapman. Endi biz uchun как normal-ku, bular uchun juda bir g'alati hodisa bo'lyapti. O'zini juda ham noqulay his qildi. Yo'q, siz o'zi o'lchamini o'zing olgin deb aytdi. Plus nimadir qilib berishmoqchi. O'shani razmer menga juda ham katta edi-da ko'ylak. Qora ko'ylakni tanladim va uni kiyib sizlarga albatta ko'rsataman. Bu ko'ylakni menimcha har kuni kiyib bo'lmasa kerak. Endi bilmadim. Afg'on, agar meni kuzatayotganlar orasida afg'on o'rtoqlar yoki o'zingiz afg'onistonlik ayol bo'lsangiz, albatta kommentariyaga yozing. Bu ko'ylakni boshqa paytlari ham kiysa bo'ladimi? Bezaklari ham juda ham chiroyli va materiali oddiy o'zimizni materialimiz. Endi bu material nomi nimaligini bilmayman. Villur deyiladimi, shunaqa materialdan qilingan. Hozirga kiymoqchi edim, lekin biroz sovuqlik qilar ekan menga, chunki ko'cha sovuq. Buni o'zini kiyib ustidan jaketmi, nimadir kiyib olsam ham baribir ham sovqotaman. Nima deb o'ylaysizlar? Bu ko'ylak rostdan ham chiroylimi? Kommentariyalarda fikrlaringizni bildiring. Erkaklarda kiyimi sotiladigan joyga keldim. Faqat erkaklar bu yerda va eng qizig'i bilasan, bu yerda Yevropacha kiyimlarni bemalol olishingiz mumkin ekan. Va kelinglar, narxlarini bir so'rab ko'ramiz, qancha narxda sotilar ekan. Yonimda gid bor, o'shaning uchun men o'zimni bemalol xavfsiz his qilyapman. Mening ismim Aziz Rahmon. Men Kobul shahrida yashayman. Mening poyabzal va kiyim-kechak do'konim bor. Do'konimizda Nike, Adidas va boshqa ko'plab xalqaro brendlar mavjud.
Shuningdek, mahsulotlarimizni butun dunyo bo'ylab xalqaro yetkazib berish xizmati ham bor. Bugungi kunda ko'plab odamlar brend mahsulotlarini tanlamoqda. Nike, Adidas, Selvi kabi mashhur va qimmat brendlar ayniqsa ommalashgan, chunki ko'pchilik professional ko'rinishni istaydi. Brend esa insonning tashqi qiyofasi va shaxsiy imijini namoyon qiladi. Afg'on jamiyatida, ayniqsa yoshlar orasida brend kiyim-kechak va brend buyumlariga bo'lgan qiziqish kuchli. Buning asosiy sababi shundaki, hozirgi kunda ko'plab afg'onlar chet elda yashamoqda. Germaniya, Angliya, AQSh va boshqa mamlakatlarda. Ularning oilalari Afg'onistonda, aka-ukalari esa xorijda istiqomat qiladi. Video qo'ng'iroqlar orqali ular brend kiyim va poyabzallarda yurganini ko'rib, bu yerda ham shunday mahsulotlarni kiyishga qiziqish paydo bo'lmoqda. Masalan, mana bu Jordan Force poyabzali. Xalqaro bozorda uning narxi taxminan 500 AQSh dollari. Afg'onistonda esa ushbu mahsulot 2000 afg'oniy turadi. QR kodi va barcha belgilarga ega. Bu asl mahsulot emas, balki birinchi nusxa. Ammo tashqi ko'rinishi jihatidan aslidan deyarli farq qilmaydi. Tolibonlar hukumati haqida gapirsam, bu yerda savdo qilish va ishlash uchun hech qanday muammo yo'q. Xavfsizlik yaxshi ta'minlangan va mamlakat asta-sekin rivojlanmoqda. Agar boshqa davlatlar bilan solishtirilsa, hozirgi Afg'onistonda barqarorlik va xavfsizlik sezilarli darajada yaxshilangan. Ular mamlakat ravnaqi uchun ishlamoqda. Shuning uchun agar siz haqiqiy Afg'onistonni ko'rishni istasangiz, sizni Afg'onistonga taklif qilamiz. Afg'onistonga xush kelibsiz. Xo'p, o'rtoqlar, biz hozir bu yerda narxlarini ko'ramiz. Qancha narxda sotilyapti hammasini. 20 dollar ekan, o'rtoqlar. Bular o'rtacha narxlari 20-15 dollardan ekan, lekin bular original emas. Ya'ni, bilmadim, menimcha bizani o'zimizning bozorlarimizdagi narxlardan juda ham bir farq qiladi deb o'ylayman. Bu 20 dollar, bu ham 20 dollar ekan, North Face, lekin original emas, bu 30 dollar. Bular 40 dollardan ekan, Nike ichida mexi bor ekan, bular 50 dollardan boshlanadi. Bular ham o'rtacha shunaqa narxdan 20-25 dollardan, tepadagi ham 20-25 dollardan boshlanadi. Mana shu 35 dollar ekan, o'rtoqlar. 35 dollar. Bizda ham deyarli shunaqa narx, lekin bu yerda sal qimmatroq ekan. Bu 50 dollar ekan. Lekin to'g'risini aytganda, bunaqa narxdagini O'zbekistonda arzonroqqa sotib olsa bo'lardi deb o'ylayman. Sizlarning fikringiz qanaqa? 15 dollardan boshlanar ekan hammasi va 100 dollargacha, ya'ni 50-60 dollargacha ham bor. Qaranglar o'rtoqlar, bu yerda mana shunaqa chiroyli palto bor ekan. Ayniqsa men bu kiyim menga yoqdi. Qaranglar, Afg'onistonda shunaqa kiyim borligiga ishonarmidinglar? Yo'q, albatta ishonmasdinglar. Mana bu paltoni qaranglar. Bu endi juda ham boy odamlar kiyadigan joy bo'lsa kerak. Qaranglar, mana bu kiyimlarni. Bu yerda Afg'onistonda mana rang hidini mana shu yerga kirib, the smell is so good. Yes, it's very good. Kiyimlarni qaranglar, kiyimlarni juda ham chiroyli. 4000 afg'oniy ekan, 57-60 dollardan ekan. Lekin qimmat emas o'rtoqlar, menimcha, chunki bir 700 ming, 800 mingga mana shu kiyimni sotib olasiz. Bu 7,5 ming afg'oniy ekan. Buni materialiga qaranglar, materialiga. That one is $115. Bular 115 dollar deb aytyapti. Buni narxi 7,5 ming. Bu ham 115 dollar ekan. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Bu qanaqa? Chiroylimi, yo'qmi? Baho beringlar o'zlaring. Vibr juda ham ko'p ekan. Ko'pchilik mendan so'rashi mumkin, afg'on ayollari ko'chada yuribdimi deb. Ha, afg'on ayollari bemalol ko'chada yurishibdi. Ba'zilari yuziga niqob taqib olishgan. Endi ko'pchilik niqob taqib olgan yuziga, lekin niqob taqmaganlari ham bemalol yuribdi. Katta yoshli ayollar asosan niqob taqishmagan. Xullas, hech kim ularga hech narsa deyotgani yo'q, hech narsa gapirayotgani yo'q. Hammasi normalniy, hammasi zo'r. Hech kim bilan hech qanaqa bir nima deydi, ishi ham yo'q. Ayollar bemalol shu jamoat tualetlaridan, hojatxonalardan foydalanishyapti. Yana endi ko'ramiz. Men hali bu yerda bir necha kun bo'laman, ertaga ham bo'lamiz. Ertaga ham taassurotlarimni albatta batafsil aytaman. Juda ham yomon hid kelyapti, kanalizatsiyaning hidi. Bu yerga hamma narsani tashladi va hidi rostdan ham juda ham yomon. Va mana kichkinagina mashinachilar ham bor ekan bu yerda. Ikkita odam zo'rg'a siqadigan mashinachilar. Mashinalar ayniqsa menga juda ham qiziq. Mashinalarning narxlarini so'rashgan edi bitta tanishim. Mana mashinalar bo'yicha alohida obzor qilamiz o'rtoqlar. Mana shu mashina 8000 dollar turar ekan. 2018-yilda chiqarilgan mashina Toyota Corolla. Butun Afg'oniston bozorini egallagan va juda ham chidamli dedi. Chunki Afg'onistonning yo'llari o'ta ham o'nqir-cho'nqir bo'lgani uchun bu yerda chidamli mashinalarda yashab qolishi juda ham, ya'ni chidamli mashinalar yashab qoladi. Toyota ekan bu ham. Bu ham Toyota ekan.
Afg'onistonda nima deb o'ylaysizlar? Yana qanaqa brendlar juda ham mashhur? Afg'onistonlik do'stlarimiz albatta kommentariyaga yozinglar. Toyotadan boshqa zo'r brendlar bormi? Bu ham Toyota ekan. Bu $4000 deb aytyapti. $4000 ekan. Lekin bu 2000-yillarda chiqarilgan. Mana bu yerda esa qurilishlar ketyapti ekan. Yangi dom qurilyapti. Xullas, afg'onlar yaxshigina dom qurishyapti. Mana bu mol ekan, mol qurilar ekan bu yerda. Mana shahar odatiy hayotda o'zini hayotini yashayapti. Bu yerda juda ham nima deydi? Men narsalarimni yo'qotishdan qo'rqqan edim. Lekin bemalol narsalaringni olib yursang bo'ladi dedi. Lekin bitta yomon tomoni bu yerda tilanchilar ham bor, albatta. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Har qadamda uchratishingiz mumkin. Afg'oniston ancha rivojlangan ekan. To'g'risi men o'ylaganimdan ham ko'ra ko'proq odamlar bu yerda ancha ko'p narsalar bilan band bo'lishadi. Men o'ylamagandim bunchalik Afg'onistonda odamlar qanaqadir biznes qilishadi, nimadir ish bilan shug'ullanishadi deb. Bar Continentalga keldik va mana bu tepadagi domlarga qaranglar. Mana domlar mana shunaqa ekan. Biz hozir ovqatlanishga keldik va meni juda ham hayratlantirgan jihati mana qo'shni joyda ayollar o'tirib ovqatlanishyapti va ayollar bemalol jamoat transportidan ham foydalanishyapti. Ayollar jamoat joylarida ovqatlanishyapti, jamoat hojatxonalaridan foydalanishyapti. Albatta men bu bilan afg'on ayollarini huquqlari cheklanmagan, afg'on ayollar erkin ozod yashayapti. Tarqatilayotgan gaplar, ma'lumotlar xato degan fikrdan yiroqman. Men o'zim ko'rganlarimni, o'zim his qilganlarimni aytyapman. Xo'p, bizning ovqatimiz keldi mana o'rtoqlar. Bu manti ekan. Mantini yeb sizlarga baho beraman. Bu esa odatiy mana salat. Mana shu salatni xohlaganini yeyishdi. Mana o'zimiz achchiq-chuchu salatlarimiz. Qo'l bilan mana bunaqa yesa ham bo'ladi. Men lekin qoshiq bilan yeyman, yeb ko'raman. Sal achchiqroq, lekin mana shu qiyma solib qo'yishgan ichiga. Qiymani maydalab qilib ichiga solishgan, piyozlari bor. Afg'oniston, Eron, yana boshqa davlatlarni, mana Sharqiy Osiyo davlatlarini ko'radigan bo'lsangiz, Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarini. U yerda shu hindistonliklar, Nepal, pokistonliklar mana shunaqa ziravorlarni ko'p solishadi. Va hozir ham yeyapman, juda ham achchiq ta'm kelyapti. Xuddi bu yerga garmdor solganda, balkim garmdor solishganda, muchni lekin juda ham ko'p solishibdi. Mana ko'chada mana shunaqa odamlar ham bor, qizlar tuxum sotishadi. Mana qizlar maktabga borishmaydi. Keyin albatta e'tibor berganim, bu yerda yosh bolalar juda ham ko'p ishlayotgan yosh bolalar. Qiz bola bo'lganim uchun menga ko'p qarashyapti. Buni ularning nigohlaridan sezsa bo'ladi. O'rganib ketasiz bunaqa narsalarga. Mana bu yerda politsiya harakatni ta'minlayapti. Va bu yerda eng qizig'i, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlari, svetofor yo'q. Mana afg'on bolalari mana o'rtoqlar qaranglar, yo'lda ketayotgan ko'k mashina bu ularning milliy taksisi, Afg'onistonning milliy taksisi hisoblanadi. Va bu yerda mana juda ham ko'p mana shunaqa ko'k mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Tolibonlar kelishidan oldin bu yerda mashinalar rangi sariq bo'lgan, xuddi Amerikadagi taksilarning rangi qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday bo'lgan. Keyin ular o'zgartirishgan va hozir mana shu ko'k taksilarni hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Svetoforlar, radarlar yo'q va bu nima deb o'ylaysizlar? Svetoforlar, radarlarsiz yashash osonmi? Mana bu yerda mashinalar tiqilib qoldi. Qanaqa qilib bular bir-birini yo'lini topib olar ekan? Menga juda ham qiziq. Hech qanaqa pavorotnikni ham yoqqani yo'q. Bemalol xayol surib kelishyapti. Bu yerda esa velosiped haydab ketishyapti. Va juda ham yaqin haydashar ekan bir-biriga qarab. Mana har xil turdagi mashinalarni ko'rishingiz mumkin, lekin o'sha aytganimdek, bu yerda Toyota juda ham mashhur. Chunki Toyota juda ham chidamli. Afg'oniston yo'llariga faqatgina Toyota'ni o'zi dosh bera oladi deb aytishdi. Tolibonlar. This is Taliban. Yeah, this is the Taliban checkpoint. Yes. Assalomu alaykum. Hattoki shaharning ichida ham Talibanlarning checkpointlari bor ekan, ya'ni postlari bor. Bemalol u yerdan o'tib ketishingiz mumkin. Politsiya yo'qmi deb ham aytishadi. Mana politsiya bor. Traffic police.
Bu politsiya tirbandliklar ko'p bo'lgan vaqtda harakatni nazorat qilib turadigan shaxs hisoblanadi. Bu yerda avtohalokatlar juda ham ko'p bo'lar ekan. Albatta bu qoidalar bo'lmasligi. Bizda O'zbekistonda juda ham ko'pchilik odam radarlardan, ko'pchilik odam o'sha tezlikni maksimumga oshirganda jarimalardan juda ham nolib qolishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Agar Afg'onistondagidek bizda ham xuddi shunaqa hech qanaqa qonunlar bo'lmasa, qonunlar demaylik, hech qanaqa radarlar bo'lmasa, bu joyda harakatlanish, shaharda harakatlanish oson bo'lgan bo'larmidi? Nima deb o'ylaysiz? Meni fikrimcha, baribir ham piyodalarni ham, piyodalarni ham bu yerda mashinalarni ham albatta o'zini huquqlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana hozir biz juda ham tor yo'ldan o'tyapmiz. Mashina bu yerda turibdi, lekin odamlar o'zini yo'lini topib ketyapti mashinalar. Chunki bular o'rgangan, mana shu sharoitda, mana shu vaziyatda yashab o'rganib ketishgan. Hozir biz oq bayroqni, ya'ni Tolibonlarning bayrog'ini oldiga ketyapmiz. Parkka kirdik. Park rostdan ham chiroyli ekan. Men kutmagandim. Juda ham chiroyli daraxtlar bor ekan. Bu yerda ko'proq odamlar shu rasmga tushar ekan, fotosessiya qilishadi. Lekin ayollarni bu yerda ko'rayotganim yo'q. Balkim sal teparoqqa chiqqanda ko'ramiz va albatta shaharni ham sizlarga ko'rsataman. Oq bayroqqa kirib keldik. Kirishda albatta biz parking uchun to'lashimiz kerak ekan. Tolibon posti. Mana ularning mashinalari, qaranglar qanaqa. Yanada teparoqqa ko'tarilib oq bayroqni ko'rishga boramiz. Qani ko'ramiz, qanaqa ko'rinar ekan. Lekin bitta meni hayratlantirgan jihati Tolibonlarning hukumati ostida mana shunaqa bog'larning borligi bu odam xursand qiladi. Men Tolibonlarning hokimiyatini oqlamoqchi emasman, ularning siyosatini oqlamoqchi emasman, lekin mana shunaqa bog'larni saqlab qolish kerak albatta. Mana hozir bu yerda odamlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kelib, dam olib, kelib ko'rib ketishyapti. Xo'p, bu yerga kirar ekanmiz, pasportimni berishim kerak. There is sign safe Gaza. G'azoni qutqaring degan anaqa bor ekan. Da melmani de Uzbekistan'dan rağalıydı. I'll get to go. See, another tourist. It's a very famous spot for the tourists. Okay, to yes. come here. Bu 2-3 yil oldin mana shu masjid qurilgan ekan, Turkiya hukumati bilan Afg'oniston hukumati birgalikda. Afg'onistondagi eng katta ushbu oq bayroq Kobulning markaziy qismidagi Vazir Akbarxon tepaligida joylashgan. Ushbu bayroq nafaqat mamlakatdagi, balki mintaqadagi eng yirik ramziy belgilardan biri sanaladi. Bayroqning eni 40 metr, balandligi esa 26 metrni tashkil qiladi. Bayroq 2022-yil 31-mart kuni Tolibon hukumati tomonidan o'rnatilgan. Ilgari bu yerda Hindiston hukumati sovg'a qilgan Afg'onistonning 3 rangli bayrog'i turgan, biroq hukumat almashgach u oq bayroqqa almashtirildi. Oq fonda qora harflar bilan islomiy iymon kalimasi shahoda yozilgan. Bayroqning yonida tepalikning eng baland nuqtasida o'zining tillarang gumbazi bilan ajralib turadigan yangi masjid barpo etilgan. U Mulla Umar va Shayx Mahmud Afandi nomi bilan ataladi. Biroq xalq orasida Quddusdagi nusxasi sababli Masjidul Aqso deb ham yuritiladi. Masjid Turkiyaning insoniy munosabatlar va ta'lim sohasida hamkorlik jamiyati xayriya tashkiloti tomonidan qurilgan. 2023-yil 27-oktyabr kuni rasman ochilgan. Hozirda ushbu kompleks qobil aholisi va sayyohlar uchun ham ibodat, ham shaharni balandlikdan tomosha qilish mumkin bo'lgan eng mashhur nuqtaga aylangan. Agar siz Kobulga kelsangiz, umuman Afg'onistonga kelsangiz, ayol kishi sifatida o'zingizni erkin his qilishingiz mumkin. Ya'ni men buni mubolag'a sifatida aytayotganim yo'q. Rostdan ham erkaklar sizga boshqacha nazar bilan uzoqdan qarashlari mumkin, lekin hattoki sizga kiyimingizga ham tegib ketmaslikka harakat qilishadi va sizga yaqinlashmaydi. Siz boraversangiz sizdan uzoqlashishadi. To'g'ri, albatta nigohlarni ko'rganingizda sal boshqacharoq o'zingizni his qilishingiz mumkin, lekin ular sizga umuman yaqinlashmaydi. Sizni oldingizda gaplashishi mumkin. Hozir men rasmga olmoqchi bo'lganimda, oldilariga bormoqchi bo'lganimda, menga o'sha joyda turing, uzoqdan rasmga olsangiz bo'ladi deb aytishdi. Hozir menga juda ham ko'p erkak, ya'ni afg'onlar qarab turishibdi rasmga, videoga olayotganimga, chunki bu yerda ayollarni videoga olish, ayollarni rasmga olishi noodatiy hol hisoblanadi va ayollar bu yerda deyarli bo'lishmaydi.
edi va hozir qanaqadir nima deydi, men o'zimga ham sal noqulay bo'lyapti, lekin hozircha men o'sha nigohlarga o'rganib ketdim. Muhimi sizni oldingizga yaqinlashmasa, mana shu narsani o'zi muhim hisoblanadi. Sizni bu boradagi fikringiz qanday? Albatta o'zingizni fikringizni bildiring. Siz ayol kishi sifatida yolg'iz o'zingiz Afg'onistonga kelgan bo'larmidingiz? Ha, to'g'ri, hozir javobini уже yaxshi bilaman. Siz allaqachon yaxshi bilaman javobini. Siz yo'q, men kelmagan bo'lardim deyapsiz. Ha, men shunaqa ahmoq bo'lsam kerak. Hozir o'rtoqlar, meni orzularimdan biri amalga oshdi. Men hozir Tolibonlarning o'zi bilan intervyu qildim. Ular bilan rasmga tushdim. To'g'ri, Tolibonlarni hukumatini kimdir oqlaydi, kimdir oqlamaydi. Men siyosat haqida umuman gapirmoqchi emasman, lekin ularning tabiati qanaqa? Ular o'zi nimani xohlaydi? Dunyoda nimani xohlaydi? Ular qanaqa yashaydi? Mana shular haqida so'rab oldim. Qandaydir ular o'rab olishgandan keyin sal o'zimni noqulay his qildim. Lekin bunday olib qaraganda ular ham odam, ular ham inson. Faqat ularni nima deydi? Boshqacha xarakterda ko'rsatadi. Endi to'g'ri, men aniq bir fikr ayta olmayman, chunki hozir aytayotgan fikrlarim juda ham subyektiv bo'lib qolishi mumkin va sizlarni o'zlaringizga mana shu intervyuni ko'rsataman, o'zingiz ko'ring, o'zingiz xulosa qiling. Xulosani faqat o'zingiz uchun oling va sizlar uchun men umuman xulosa qilmayman. Tolibonlar bilan intervyuni sizlarga havola qilishdan oldin Tolibonlar kimligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Tolibon so'zi arab tilidagi tolib, talaba, ilm izlovchi so'zining pashtu tilidagi ko'plik shakli bo'lib, talabalar degan ma'noni bildiradi. Bu nom bejiz tanlanmagan. Harakatning asosi 1990-yillarning boshida Pokiston va Afg'oniston janubidagi diniy madrasalarda tahsil olayotgan talabalardan tashkil topgan. Harakatning paydo bo'lish tarixi 1994-yilga borib taqaladi. Sovet qo'shinlari Afg'onistonni tark etgandan so'ng mamlakatda turli qurolli guruhlar o'rtasida qonli fuqarolar urushi boshlanib ketgan edi. Tartibsizlik, korrupsiya va zo'ravonlikdan charchagan xalq orasida Mulla Muhammad Umar boshchiligidagi bir guruh talabalar islomiy adolat o'rnatish shiori bilan chiqishadi. Ular dastlab Qandahor shahrini egallab, tartib o'rnatishdi va tez orada butun mamlakat bo'ylab kengayib, 96-yilda poytaxt Kobulni ishg'ol qilishdi. 2001-yilda AQSh hujumi natijasida hokimiyatdan chetlatilgan bo'lsalarda, 20 yillik urushdan so'ng 2021-yil 15-avgustda yana Kobulga g'olib sifatida qaytib kelishdi. 2025-yilga kelib Tolibon Afg'onistonni mutlaq hokimiyat va harbiy kuchga ega. Ular tarqoq isyonchi guruhdan markazlashgan muntazam armiyaga aylandi. Ularning qo'lida AQSh va NATOdan qolgan zamonaviy qurol-yarog'lar, zirhli texnikalar va hatto aviatsiya mavjud bo'lib, bu ularni mintaqadagi eng qurollangan kuchlardan biriga aylantirgan. Ichki xavfsizlikni ta'minlash borasida ular qat'iy nazorat o'rnatgan, o'zlariga muxolif bo'lgan guruhlarni deyarli butunlay bostirishgan va mamlakat ichida hech qanday qurolli qarshilikka yo'l qo'ymayaptilar. Garchi xalqaro hamjamiyat tomonidan to'liq tan olinmagan bo'lsalarda, 2025-yilga kelib ko'plab yirik davlatlar, jumladan Rossiya va Xitoy ular bilan real siyosiy kuch sifatida jiddiy hisoblashmoqda. Hozirda Tolibon nafaqat qurol kuchi bilan, balki davlat boshqaruv apparati to'liq nazorat qilish orqali ham o'z pozitsiyasini mustahkamlab olgan. Men Afg'oniston Islom Amirligining fuqarosiman. Ismim Haydar va men Afg'onistonning Helmand viloyati Lashkargon markazidanman. Islom Amirligi haqida gapirganda biz islom huquqlariga asoslanib harakat qilamiz va islomga zid bo'lgan har qanday amallarni xalqimizga ham, Qur'on va shariatga ham sig'dirmaymiz. Bizning hukumatimiz shaxsiy manfaatlardan ko'ra aynan islom haqiqati va xalqimiz farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Tolibonlar haqida boshqacha fikrlaydigan insonlarga qanday gaplarni aytgan bo'lardingiz? Dunyoga aytadigan gapim shuki, biz urushni qo'llamaymiz, tinchlik va barqarorlik tarafdorimiz. Biroq kimdir urushni xohlasa, biz bunga jim qarab turmaymiz. Sayyohlarga Afg'onistonga kelishlarini tavsiya qilasizmi? Afg'oniston barcha mamlakatlar fuqarolariga ochiq. Biz sizning xavfsizligingizni ta'minlashga tayyormiz. Afg'oniston haqidagi mavjud tasvirlar, ya'ni terrorizm bilan bog'liq gap-so'zlar reallikdan yiroqdir. Aslida yaqindan ko'rilganda Afg'oniston insoniy qadriyat va hurmatni yuqori qo'llab-quvvatlaydi. Xalqimizning ko'pchiligi mujohid jangchilar sifatida tanilgan va shu nom bilan hurmat qilinadi. Biz musulmon jamoalarga murojaat qilib, dunyoning turli hududlarida yuz berayotgan og'ir insoniy holatlarga befarq emasligimizni bildiramiz. Xususan G'azo hududidagi tinch aholining boshidan kechirayotgan qiyinchiliklariga hamdard ekanligimizni aytamiz. Umuman olganda qayerda bo'lmasin, Afrika, Yaqin Sharq yoki boshqa mintaqalarda insonlar zulm va adolatsizlikka duch kelayotgan bo'lsa, biz buni umumiy insoniy muammo sifatida qabul qilamiz. Tinchlik, xavfsizlik hamda adolat tarafdori ekanimizni ta'kidlaymiz. O'rtoqlar, biz mana burger degan ovqatga keldik. Aslida bu burger, lekin hindistonliklar burger deydi. Bizda ham xuddi nima deydi, bular sarkazm qilib aytyapman. Burger yeyishga keldim. Burgerning ichida mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ichida kartoshkasi bor, sosiskasi bor ekan, salati bor ekan, ziravorlar solishgan shekilli.
yoqayapti ta'mi. Kartoshkasi yoqdi. Mana bu yerda sosiska qo'yishgan ekan. Sosiskani yeb ko'raman. Hammasi halol o'rtoqlar. Bu Afg'oniston. Afg'onistonda halol emas narsadan o'zi yo'q, bemalol yesa bo'ladi. Mana qaranglar. Bizning ovqatlarimizdan bularning ovqatining farqi, bular ko'proq ziravorlar solishadi. Hamma ovqatlaridan, deyarli hamma ovqatlarda ziravorlar ko'p bularda. Va hozir ham million xil ziravorni ta'mini his qilishingiz mumkin. Pulni qayerda almashtirishadi? Odamlar pulni bankda emas, ko'chalarda ham almashtirib ketishadi. Hozir men mana shu joyda turibman. Bu yerda nimaga bu odam turibdi quflangan eshikning yonida degan savol berganda, bu pul almashtiradigan joy dedi. Juda ham qiziqarli joy, mana qaranglar. Mana pul almashtiradigan joy. Bu yerda dari tilida yozilgan va mana bu yerda mana bu odamlar pulni almashtirishadi, kelib almashtirib ketishadi. Mana ochiq eshik, eshikni ochib yopib ushlab qo'yadi. Ichida pul bor. Mana shuncha pul bor. Can I take this? Yes. Mana shuncha pul bor. This is Afghani. Afghan, mana afg'on pullari qaranglar. Afg'on pullarini dollar, yana boshqa har xil valyutalarda almashtirishadi. Nima deb o'ylaysizlar, shunaqa joylar O'zbekistonda ham bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Kommentariy yozinglar. Do'stlar, hozir biz Parvon deb nomlangan joydamiz. Kobulni Parvon mehmonxonasi degan joyda va bu yerda dorixonalar tizimi bor ekan, ya'ni dorixonalar sotadigan joy. Toshkent talabalar shaharchasida juda ham ko'p dorixonalar bo'lardi va bu bor va hozir ham mana Afg'onistonda o'sha Kobuldan ana shu joyga keldik. Men o'ylagandimki, bu yerda dorixonalar qanaqadir ibtidoiy davrlardan qolib ketgan dorixona bo'lsa kerak deb. Yo'q, dorixonalar juda ham chiroyli qilingan. Butun qator mana shu dorixonalardan iborat. Bu yerda narxlar ko'plari qimmat deb aytayapti. Chunki Hindistondan olib kelinadi dorilar. Oldinlari boshqa davlatlardan ham olib kelilardi, lekin hozir mana shu Tolibon hukumati kelgandan keyin bu jarayon yanada qiyinlashdi. Dorilar narxlari yanada qimmatlashdi degan fikrni aytdi. Hattoki Afg'onistonda ham, hattoki o'sha Kobulda markaziy joyda ham dorixonalarni topishingiz juda ham qiyin. Ya'ni har qadamda emas, har qadamda qo'zi qorinday o'sib ketmagan bizning Toshkentga o'xshab. Bu yerda alohida bitta rayoni bor, shu yerga kelib olib ketishadi odamlar. Mana shu tomonlarni balkim o'rganishimiz kerakdir. Afg'onlar ancha orqada qolgan degan gaplar bu juda ham xato ekanligini mana sizlarga o'zimni videolarimda ko'rsatyapman. Narxlarni so'ramoqchi edim, qancha qimmat yoki arzonligini bilish uchun, lekin narxlar juda ham bir-biridan farq qiladi deb aytdi. Ya'ni bitta dorixonada bitta dori 300 afg'oniy bo'lsa, boshqasida undan 2 barobar kam yoki 2 barobar ko'proq bo'lishi mumkin. Seni videoing chiqqandan keyin bu o'sha odamga salbiy ta'sir qilishi mumkin, sotuvchiga. Bu o'rtada janjal keltirib chiqarishi mumkin degan gapni aytdi. Shuning uchun narxlarni so'ramadim. Lekin umuman olganda narxlar odamlar uchun, ya'ni ular odamlar bu narsaga to'lov qobiliyati yetadimi degan savol berganda, ha, bemalol to'lov qobiliyati yetadi. Bizda dorilar unaqa qimmat emas degan javobni aytdi. Xullas, Afg'onistonda ham, Kobulda mana biz markaz joyda turibmiz. Bu yerda dorixonalar xuddi shahardagi boshqa shaharlardagi dorixonalar bilan bir xil darajada bemalol istalgan dorini xuddi magazinga borib har xil dorilarni olasiz, xuddi shunaqa qilib sotib olsa bo'lar ekan. Mashinalarni qaranglar, to'g'risi meni bosib ketadi deb o'ylayapman. Baqirgim keladi. Yo'q, bosib ketmas ekan. Afg'onistonda yo'l harakati haqida alohida bitta video qilaman deb qaror qilgandim. Sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana ortimda turgan svetofor. Svetoforlar boshida ko'rganimda umuman hech qaysi ko'chada ko'rganim yo'q. Hattoki zebralar ham qo'yilmagan edi. Piyodalar o'tadigan yo'lakcha. Yer osti yo'lku haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi. Bu yerda juda ham qattiq trafik bo'ladi. Ya'ni tirbandliklar juda ham katta. Lekin mana shu svetoforni ko'rgandan keyin, demak, bor ekan, svetofor yo'q ekan degan fikr men noto'g'ri fikr ekan deganman deb o'yladim. Lekin bu yerda svet juda ham ko'p o'chganligi uchun, ya'ni umuman Afg'onistonda elektr toki bilan muammo bo'lganligi uchun buni o'chirib qo'yishadi va harakatni kimlar boshqaradi? Harakat odamlar tomonidan, ya'ni qo'l bilan boshqariladi. Bu yerda mana hozir politsiya ofitserlarini ko'rishingiz mumkin va ko'rsataman. Bu politsiya ofitserlari harakatni boshqarib turishmoqda. Mana bu yerda politsiya ofitserlarini ko'rishingiz mumkin. Ular harakatni boshqarib, o'ziga xos bir tartibni o'rnatishga harakat qilishyapti. Mashina urib ketmasligi uchun harakat qilyapman. Shoshilmagin, hayajonlanmagin. Agar sen yugurib o'tsang, seni bosib ketadi deyapti. Biz bu yerda mana reydga keldik, o'rtoqlar. Reyd bo'lyapti ekan bu yerda. Bu yerda qonun yo'q deb o'ylaysizlar, lekin unaqa emas. Mana hozir reyd bo'lyapti. Bu yerda ular mashinalarni to'xtatib,
jarimani amalga oshirishmoqchi. Lekin nomeri bor mashinalarni mana bu yerda Land Cruiser mashinasi adashmasam kelyapti. Menimcha ular shubhali ko'ringan yoki bo'lmasa boy odamlarning mashinasini olib ular nima deydi, ularni hujjatlarini so'rashyapti. Hozir esa mana bu yerda bitta odam keldi. Nimaga men bu yerda videoga olayotganimni so'rayapti. Meni gidimdan hozir so'raymiz. Reyd rahbari oldimizga kelib, nega suratga olyapsan deb so'radi. Yo'lboshchim Shershoh suratga olish uchun ruxsatnomasini ko'rsatgandan keyin va meni bloger ekanimni aytgach, ular bizni ketishimizga ruxsat berishdi. Gapirsangiz sizni tushunishar ekan, qoyil. Ana ko'chada o'rtada odamlar yuribdi, qarang. O'rtada xuddi bular nima qilyapti bilmayman. Bemalol yurishlarini qarang, bemalol. Ammo mashinalar ham urib ketmayapti-da. Hamma o'rgangan, mana shunaqa tizimga o'rgangan. Endi bu tizimni aytishimiz mumkin qandaydir tartibsiz deb. To'g'ri, tartibsiz tizim, chunki odamlarning hayoti xavfsizligi masalasi bor. Lekin mashina seni urmaydi. Mashina urmaslikda bitta siri bor ekan. Shoshilmasdan yurish kerak, yugurmaslik kerak. O'zingga ishonib yurishing kerak. Mashinani to'xtatishingiz bilan sizga mashinangizni yuvishni taklif qiladigan bolalar bor. Mana hozir mana bu yigitam mashinani yuvishni taklif qildi. Bu bolani telefoning bormi deb so'raganimizda, ha, telefonim bor, knopkali telefon ishlataman deb aytdi. Atiga $5 knopkali telefon olib ishlatar ekan. Bunaqa odamlar juda ham ko'p. Bular eng pastki qatlamdagi, eng quyi qatlamdagi insonlar qanday qilib yashab qolish uchun, ya'ni o'zini nima deydi, ular quyi qatlamdagi insonlarning farzandlari bo'lgani uchun ishlashga majbur dedi. Men Afg'oniston juda ham ko'p ko'rdim mana. Bulda yosh bolalar juda ham, masalan 7 yosh, 8 yosh bolalar, hattoki bu yoshga to'lmaganlarni ham narsalar sotayotganini, salfetka taklif qilayotganligini ko'rdim. To'g'ri, endi Afg'onistonda masalan juda ham rivojlangan qatlamlari ham bor, lekin shunga yarasha o'ta ham kambag'al insonlar juda ham ko'p. O'rtoqlar, hozir men haqiqiy tartibsizliklarda ichida turibman. Mashinani ko'rsanglar, odamlar ham, mashina ham xohlagancha o'tyapti. Juda ham shovqin, boshni og'ritadigan. Lekin shunaqa shovqinda odamlar o'zining yo'lini topib ketyapti, piyodalar o'zining yo'lini topib ketyapti, mashinalar o'zining yo'lini topib ketyapti. Vau, to'g'risi boshim og'rib ketdi. Shaharning markazida joylashgan mana bu kinoteatr ochiq bo'lgan ekan, Talibanlar kelishidan oldin va hozir mana shunaqa holatda yopiq turibdi. Endi qachon ochilishini hech kim bilmaydi. Menimcha bu hukumat tarkibida, hukumat ostida bu hali beri ochilmasa kerak. Biz hozir Kobulning eng qadimiy joylaridan birida turibmiz. Shahar aynan mana shu joydan sekin-sekin rivojlanishni boshlagan. Ko'k shahar deyilar ekan, ya'ni bu tog'li shahar. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda juda ham mana shu pastlikda zamonaviy shahar joylashgan. Mana bu tepaliklarga qaraydigan bo'lsangiz, bu eski uylarni ko'rishingiz mumkin. Hozir biz tepalikka chiqdik. Mana shu tepalikda aslida turistlar keladigan joylardan bittasi. Mana shu tepalikda uylar, eski uylarni ko'rish mumkin. Endi bu joyda shahar har tomonlama rivojlangan, lekin bilasiz, Afg'oniston tog'li mamlakat hisoblanadi. Shuning uchun mana tog'larda mana shu odamlar shunda toshlarning ustidan ham uylarni qurib ketaverishgan. Bu yerda havo ancha toza. Mana bu yerda maqbara joylashgan. Bu yerda Saxiy deb nomlangan maqbara joylashgan. Mana bu yerda esa qabristonni ko'rishingiz mumkin. Pastlikda qabriston qilingan va tepaliklarda odamlar qanaqa yashaydi meni juda ham qiziqtiradi. U yerda albatta o'sha quyosh panellarini ko'rdim. Mana quyosh batareykalari ham turibdi. Bu yerda aholisi juda ham boy aholi deb bo'lmaydi. O'rta ahol oilalar ham borligini ko'rish mumkin. Har xil toifadagi oilalar va bu yerda mehmonxonalar ham joylashgan ekan. Kobulning eski shahar hududi bu asrlar davomida shakllangan, o'ziga xos arxitektura va madaniyatga ega bo'lgan tarixiy markazdir. Bu joylar ayniqsa baland tepaliklarda zanjirlardek chizilgan an'anaviy uylari bilan turistlar e'tiborini tortadi. Uylar asosan an'anaviy uslubda xomg'ish va yog'ochdan barpo etilgan. Ko'p hollarda pastki uyning tomi yuqoridagi qo'shnining hovlisi yoki yo'lagi vazifasini o'taydi. Agar siz Kobulga kelsangiz, albatta mana shu joyga kelishingiz kerak, chunki
chunki bu joyda juda ham ko'p turistlar tashrif buyurishadi bu joyga va haqiqiy kobulliklar, umuman afg'onistonliklar qanaqa yashaydi, mana shu haqida tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin. Va bu yerda tepalikda havo yaxshi bo'lganligi uchun ancha tepadagi, ya'ni pastdagi manzarani bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Mana bolalar maktabdan qaytishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Tolibonlarni posti. Bunaqa postlarda o'tirishadi. Shaharning ichida bunaqa postlarni juda ham ko'p ko'rishingiz mumkin. Deyarli har qadamda Tolibonlarning postiga uchrashingiz mumkin. Bu bir tarafdan noqulay hisoblanadi, lekin shu yerda yashovchilar bu ancha xavfsizlikni ta'minlab beradi. Oldingidan ko'ra hozir ancha xavfsiz bo'lib qolgan shahar deb ta'kidlashyapti. Salom do'stlar, men Kobul shahridaman, Kobulning Mandaviy bozoridaman.